Qadim zamonlarda bir odam dunyoda adolat borligini menga kim ko'rsatib beradi deb yurar ekan. Shunda bir kishi aytibdi, dunyo adolat bilan yaratilganda, lekin sen bandasan, inson ko'zi bilan uni ko'ra olmaysan debdi. Qanaqa qilib? Ko'ra olmaysan. Misol uchun desa, bo'lmasa bir joyga chiqib tur. Bir joyda katta do'nglikning orqasiga unga joy qilib berib, tomosha qilib tur voqeani debdi. Nariroqda bir joyda daraxt o'sib turibdi, tagida buloq, suv oqib turibdi. Bir ot mingan odam keldi, daraxtga otini bog'ladi, buloqdagi suvdan ichdi, otni mindi, ketdi. Yonidagi hamyoni buloqning oldida qolib ketdi. Shunda bir ko'zi ojiz, 80 yoshlarga qoralagan keksa bir amaki kelib, paypaslab suvni ovozidan suvni ichdi. Qo'lini paypasladi, nima chiqdi? Hamyon emas, tosh chiqdi. U ko'zi ko'rmayapti uni. Suvni ichdi-da, daraxtning yoniga borib uxlab qoldi. Yana bir qiz bilan bir bola keldi aylanib. Kelib qarasa, buloq turibdi, buloqning oldida hamyon turibdi. Suvni ichishdi, hamyonni cho'ntaklariga solishdi, ketib bordi ular. Endi haligi otliq qarasa cho'ntagida hamyon yo'q. Dedi, buloqning oldida qolib ketdi-yu hamyon deb qaytdi orqaga. Qaytib kelib bitta qarasa hamyon yo'q. Daraxtga qarasa yonida bitta amaki o'tiribdilar, uxlab. 80 ga kirgan, uyg'otdi. Amaki, bu yerda meni hamyonim qolib ketdi, chiqaring hamyonni dedi. Amaki zotan ko'rmagan hamyonni. O'g'lim dedi, men hamyonni ko'rmadim dedi. Aldamang dedi. Men nima aldayman? Hamyon yo'q, olgansiz dedi. Xullas o'rtada gap so'z qochdi. Haligi jahl bilan amakini bitta urib o'ldirib qo'ydi. Adolatmi? Zulm bo'ldi, ha? O'g'irlik bo'ldi. Bir odamga zulm qilindi, bir odam mazlum bo'ldi. To'g'rimi? Haligi odam aytdiki, mana shu adolat dedi. Biz ko'rmagan joyi bor buni. Qanaqa ko'rmagan joyi bor dedi? Haligi ot mingan odam cho'ntagidagi hamyonni bozordan o'g'irlab olib kelyotdi. U birovi puliydi. Haligi qiz bilan bolaning onasini puliydi. Onani bozorda pulini o'g'irlab olib keldi. Buloqni oldida pulni tushirib qolishligi adolat edi uni. U qiz bilan bola kelib pulni topib olib borib onasiga eltib berdi uni. Qotillik nima bo'ldi desa, qotillikka qarshimiz. Lekin bu tasodif bo'lyapti. Qanaqa tasodif? O'sha 80 ga kirgan amaki bundan 25 yil oldin yoki bir 40 yil oldin haligi otliqni dadasini bir urib o'ldirgan ekan. Qotil hech kimga ma'lum bo'lmagan jinoyatini yashirib yurgan, maqtul o'lib ketgan. Ana u bola dadamni qotilini menga topib ber, Allohim, men ham qasdimni olay deb yurar ekan u. O'zi bilmagan holda aylanib o'rganib adolat qoyim bo'ldi. Bu qotil topildi, qotil jazosini oldi. Adolatmi? Adolat. Birinchi aytganimda zulm edi, o'g'irlik edi. Lekin masalani orqasida nima turibdi? Adolat turibdi. Shuning uchun nima dedim men? O'zimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Birovga zulm qilib qo'ymay. Aylanib o'rgilib keladi baribir.